Podpischiklalarimiz bizani sizdan shuni har safar mana shunaqa noyob ishlarni yeb borishadi. Bu diskamiz ham ko'p qiyshaganda mana bu yerga tirishni bergan, keyin qolganchilar ham yaxshigina qiyshaygan. Hozir mana shuni ishni boshlaymiz. Buni ham kraskagacha faqat ishini qilamiz. Kraskasini to'shganda o'zlari qilar ekanlar. Lekin o'zimga ham shunaqa qiyin ishlar ma'qul, negaki qaysi ishda to'xtab qolishim o'zimga ham qiziq. Iloyim to'xtab qolmaylik. Sizlar bo'lsa kommentariyga hech bo'lmasa omma deb yozib ketinglar, eslaringizdan chiqmasin. Men bo'lsa har bittasiga bitta like bosib chiqaman, esimdan chiqmaydi. Diskamiz o'zi ham rosa vaqtni olibdi. Mana bu yoqdalarga damkrat qo'yib, bu yoqdan ushlab, mana ular bilan ko'tarib, bir bola qilib chiqib taxlayapmiz diskamizni. Endi bu ana ularning usuli, Hindiston, Pokiston usulida bu, lekin bundan ham yaxshi usullar bor. U uchun prosta mana bu yoqga bir ikkita qoliplarni yasash kerak. O'z nasib etsa, yana ham nima qilaylik? Vasmurkalarni taxlab, chiroyli holga keltiraylik, keyin aylantirib ko'rsataman. Sizlarni ishonchlaringizni oqlashda davom etamiz. Ana endi bu diskamizni oldinga qo'ysa bo'ladi, orqaga qo'ysa bo'ladi, servantga qo'ysa bo'ladi. Faqat ranglansa bo'ldi. Avval buni ranglash kerak. Rangini o'zlari qilar ekanlar. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.